Uzun. Aka? Qarang, yangi mashina oldim. Dahshatmi? Chotki! Aka. Hop. Gözü qora qalamga yondiradi, kuydiradi sanamgina. Qosh qora, ko'zi qora qalamgina. Zo. Faxrlanaman bilan ukam. Aka, dadam doim aka-ukalikni 4 ta odobi bor derdilar. Esizdami? Esimda. Hozir eslab qoldingmi buni? Hozir rosa kerak bo'lib turibdi. Eslatib yuboring. Yeting. Birinchisi aka-uka bir-birini yaxshi ko'rishi. Ikkinchisi aka-uka bir-birini xafa qilmasligi. Uchinchisi aka-uka bir-birini boshqalarga xafa qildirib qo'ymasin. Buni uchalasiga ham amal qilgan ekanmiz. Va to'rtinchisi To'rtinchisi o'zingga ravo ko'rganni aka-ukangga ham ravo ko'rish. Bu mashina sizga, aka. hazillashasan. Yo'q, hazillashmayman. Ikkalamizga bir xil qilib ikkita sotib oldim. Buni sizniki. Mana kalti. Men ololmayman, bu katta sovg'a-ku. Qiziqmisiz, aka? Menga qilgan shuncha yaxshiligingiz, mehribonligingiz oldida arzimas narsa-yu. Uni ustiga men mashinada yursam-u, siz peshkom yursangiz, menga mashina ta'tirmidi, aka. Dadamlarning o'rniga duo qilib qo'yarsiz mana, aka. Yalatmoqchisan-a sen meni? Yalatamsan. Sizni yaxshi ko'raman, aka. Mana yaxshi ko'raman. Boyga shukur. Mashinachi jeta qilganda zo'r bo'lardi. Hazillashdim. Dadam ham shu kunlarni ko'rganlarida zo'r bo'lardi. Haydashni bilasizmi ish qilib? Buzaman. Shunga axirman demadingiz. Buzaman.